Ko'pchilik obunachilarimizning talablariga binoan aka spal naborlardan, arzonlaridan, sifatlaridan ko'rsating deganlar uchun mana sizlarga variant bu assortimentni qarang. Kombinatsiya qilib ugaloklari bilan birdaniga shu yerda o'zida olib ketish uchun chiroyli qilib akamiz taxlab qo'yibdi. Jamshid aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Qani, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shukr. O'zingiz qanday? Charchamaysiz? Qani? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Mana ko'pchilik obunachilarimiz talablariga ko'ra bir video olishga keldik. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Har doimgidek sizlar bilan Kamoliddin. Va Jamshid akamiz Jizzaxdan nomeradan mebelchi bo'lyapti hozirgi kunda. 12 ta viloyatga mana shu yerda ko'rgan narsangizni shu ko'rganday qilib olib borib beradi. U yog'iga men o'zim shaxsan javob beraman. Qolgani o'zlaringizdan. Jamshid aka, nima yangiliklar? Yangiliklar nima? Kun issiq. Yoz oyi, kun isishni boshladi. Hamma salqin joylarga qochyapti. Hamma salqin joylarga qochyapti. Faqat biz yuribmiz, mana tezroq to'ylarni boshlasa odamlar, mana xalqimiz to'ylar bob zo'r mebellar chiqarganmiz. Xudo xolasa mana hozir video davomida yoritib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston. Xudo xolasa mana yangi modellarimiz bor, Kamoliddin. Sezonga tayyormisiz? Bomba narxlarda xudo xolasa zo'r yoritib beramiz. Sezonlarga tayyormiz, xudo xolasa inshaalloh. Tayyormiz. Xo'p, Jamshid aka, narxlarda nima gap narxlarda? Narxlarda bugungi xudo xolasa videomizda vashshe bomba skidkalar bo'ladi. Mana keling, mana shu mebelimizdan boshlaylik. Buni ko'p o'zingiz olasiz, bilasiz, narxini ham 12 million sotgan mebelimiz. Samarqandda ham ko'rsatdik 12 million. Tilla rangi turibdi. Shunday. Sariq rangi, tilla rangi turibdi. 12 million sotilgan. Hayit oyiga deb 1 million skidka berganmiz. 11 million. Bugun sizning lishni obunachilaringizga to'y sezoniga 2 million skidka. Yana 2 million. 2 million skidka 9 million. Voydo, do'stlar, nima degan gap? Pashti 3 million, 2 oy ichida 3 million skidka qilyapsiz. Skidka bo'ladi shunday. 1 million hayit oyiga, mana hozirgi kunda to'y sezoniga endi obunachilaringizga yana 2 million skidka. Faqat sizlardan bitta iltimos va shartimiz obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ishimiz sizlarga bog'liq. Videoni tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Bunaqa narx yo'q, do'stlar. Lishni o'zim 1 oy 2 oy oldin 12 milliondan reklama qilib sotganmiz. Mana hozirgi kunda 3 million skidkada bosib yoradigan joyi lekin. 9 million parallel machalka, xohlovchilar matras bo'lsin deysa, matras 600 ming, 700 ming farq qiladi matrasga. Mana do'stlar, spanli bosh taraflari, shkafga e'tibor bering. Polni sofalari, hamma narsasi bor buni. Sofalari bor ekan. Xo'p, ko'rinishlari mana yaqinroqdan ko'rsating. Mana bu juda ham balandku, mana bu toshlar. Mana bo'yim yetmaydi. Sakrasam qo'lim yetmaydi. Katta ishlangan tosh. Ranglari ham juda ham bagati bo'lib ishlangan ekan. Mana yonlarida ham qo'shimcha oynalari bor. Ranglarga keladigan bo'lsalar, xohlovchilarga qaymoq rang deyishyapti. Deyli tilla rang, mana Samarqand magazinda turibdi. Ranglardan xullas muammo yo'q. Ranglarni o'zgartirib beraveramiz. O'ziga moslab mana bunday ugaloklarni ham bemalol bitta joyda bo'lsangiz bo'ladi, bitta joyda. Necha pul qilib beramiz mana shu turishini? Ugalok shu turishi stollari bilan, mana ajoyib tumbali stollar bilan borini 4 million 800. 4 million 800 ga do'stlar bemalol hisob kitob qilib, lubo joy bilan solishtirib kelaveramiz. Narxi bo'yicha umuman uyalmaymiz. Kamolda zo'r aytgan ekan deb kommentariyaga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Navbatdagi mebelimiz ham juda ham ajoyib, skromniy variant. Skromniy variant, svechenli, 6 ishi, taylarda tortmali, rossiyskiy laminatdan ishlangan, qirilmaydi, chizilmaydi. Yonimda kalitim olmabman, mayli video davomida ham qilib ko'rsatamiz. Parallel machalka. Aksiya narxi hali bunga davom etyapti. Kamoliddin 5 million 500 ming oxiri sotilgan. Hozirgi kunda keling yana 1 oy keyingi videomizgacha 4 million 800 ming. 4 million 800. 4 million 800 ming spalni, tumbalar, shifonier ajoyib shifonier. Mana bunday ajoyib trimoga o'tiradigan stulchalari ichida ham bor, mavjud. Do'stlar, mana sizlarga 800 ming so'm. So'raganlar uchun addushi lekin like bosmasangiz rozi emasman deydi-ku. Shunday. 3 metrli gigant. Siz buni 3 metrli kupeyni variant, bundan bizda 2 xil model. Bu ham 3 metrli. Narida ham video davomida uni ham ko'rsatamiz. 3 metrli juda ham chiroyli ishlangan Malibu spanlilari bilan, ortopedический matraslari bilan, shifonierda o'zi 3 metr, mana bunday ajoyib trimo, hamma narsasi bor xullas buni ham. Trimolarga e'tibor beramiz do'stlar. Trimolar juda chiroyli ishlangan. Ranglari cho'kka rang, xohlovchilarga rangda muammo yo'q, o'zgartirib beraveramiz. Narxlarga keladigan bo'lsangiz 7,5 million so'm mana. 7,5 ga ketdi. 7,5 million so'm. Do'stlar, parallel machalka bo'lsin deysa, yana 500 ming skidka bo'ladi. E'tibor bering, machalkalar ortopedический, juda ham katta shkaf. Narxi ham o'ziga mos qilib qo'yilgan. Panda modelimiz. Keyingisi.
panda modelimiz. Yashili bor, qaymog'i bor, mana bunday serisi bor, buni ham ranglari har xil. MDF materialdan ishlangan, eshiklari Dawich mexanizm. Tumbalarga e'tibor qiling, tumbalari svitsinli juda ajoyib chiroyli ishlangan, bosh tomonlari o'zini rangiga mos seri Teddy materiallardan ishlangan. Teddy material do'stlar, buni bunday uqalasangiz yana uqalaysiz kelaverar ekan. Yumshoqqina bir odamga yoqadi. Mana bunday ajoyib parallel machalkalari bilan oldingizda trimolarimiz ham kamoldan sensorli. Hozir afsuski tokka ularganimiz yo'q. Mana shu yerdan bo'lsa sensorlari yonadi, yonib turadi. Xuddi mana bunga o'xshab chiroyli bo'lib yonib turadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, kamoldan 7 million 800, 8 million, 8,5 million boshda chiqqan paytlar. Endi bugun sizga va'da berganman. Obunachilarimizga xudo xohlasa skidka qilamiz. 7,5 million 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib berish xizmatlari ichida. 7,5 million Jamshid aka. Cho'ta uyquga to'ymaganga o'xshayapsiz narxlarni. Rosa uxladim, bugun video olaman deb shunaqa maza qilib dam oldim. Qarang, o'zi svejiy bo'lib keldi. Do'stlar, mana kalla joyida. Men aytayapman, charchagan bo'lsa, narxni noto'g'ri aytayapti, uyquga to'ygan. Narxlar вообще sindirib yuboryapsiz aka. Va'da aytdiki, bugun xudo xohlasa obunachilaringizga zo'r narxlar qilib beramiz. Like bosish esdan chiqmasin do'stlar, narxlar вообще bomba. Boyaga aytgandek 3 metrli gigant ortopedический matraslari, Malibu spanli tumbalar, 5 xona. Bitta ro'zg'orda deylik hamma kiyimi ketadi. Juda katta. Ham gibrid, bu ham mana kiyim texnikalari, mana bu ham ishi, ham suriladigan ishi, ham bundaqa ishi. Tortmalari bor ekan chekkada. Eshiklari Dawich mexanizm. Materialga e'tibor beramiz. Material kaltingiz yoningizda emasmi? Meniki ochilishi qiyindan o'qi. Qalbini qirib ko'rsatadim. Rossiyskiy material. Xuddi shunday 5 xona, yana e'tibor qiling, ikki tomonda ham eshikdan tagida yana ichki kiyim taxlashlarga tortmalari ham bor. Tushunarli. Va yana bunga qo'shimcha trimosiga e'tibor qiling, kamoldan ham trimo, ham yana yoniga shkaf. Gap yo'q. Ham bo'yini bemalol ko'rsa bo'lar ekan. Bemalol ko'rsa bo'ladi. Taylarda to'rtta tortmalari bilan alohida ishlangan, juda ajoyib ishlangan tortmachalari ham bor. Narxlarga keladigan bo'lsa, ularga atrupalari, женский, ular to'ldirib olishadi qizlarimiz o'zi. Shunday. Narxlarga keladigan bo'lsa, 7 million 800 oxirgi marta qo'yganmiz. Keling, bunga ham 300 ming skidka bilan 7,5 million so'm. 7,5 millionga mana bu gigantimiz ham ketdi. Malibu fason ortopedический esdan chiqmasin. Xo'p, navbatdagi mebellarimiz aksiyada ekan. Qanchamiz aka? Aksiyada Toj Mahal variant, shu yerda o'zida 2 xil rangi bor. Bu ham eng oxiri chiqqan ranglardan bittasi. Komplektlarimiz mana bunday ajoyib trimosi. Spalnimiz joyimiz kichikroq uchun spalnini kichikroq qilib yiqqanmiz. Bosh tomoni, oyoq ushlari uzun bo'ladi. Xullas 5 million 800 ming sotilgan, 500 ming aksiya bilan 5 million 300 ming so'm komplekt va yana 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib berishadi, ichida bo'ladi. Ana bo'lmasa. Bu kupeyni variant bu. Yonga qarab suriladigan. Buni ochiladigan varianti ham bor. Xuddi shunday ochiladigan variantlari ham bor. Xuddi keling shuni o'ramiz birodarlar ham bo'ldi. Mana xuddi shuni rangini o'zgartirganmiz, eshikli variant qilganmiz. Eshikli, mana bunday ajoyib muskoy xonalari, kiyim taxlaydigan xona, qizlarga uzun kiyimlarga xona, hamma narsasi bor. Va shu juda chiroyli ishlangan eshiklarimiz Dawich mexanizm. Spalnisi boya aytganimdek, mana katta bo'ladi yig'ilgan paytda. Eko bir xil narxda shu 5 million 300 dan 500 ming skidka bilan 5 million 300 ming so'm 150 kilometrgacha borib o'rnatib beramiz. Gap yo'q, do'stlar, bosoradigan joyga oxirgi aksiyalarga ulgurib qoling. Keyingisi 07 modelimiz 07 70 ni ham xudo o'zi video davomida ko'rsatamiz. Yangi modellar chiqarganmiz. Juda ham chiroyli ishlangan. Tagida tortmalar, muskoy, женский tortmalar, ichki taxlashga xuddi shunday bu fasadning qismi polni MDF dan ishlangan, bitta joyda ham nakleykasi yo'q. Krashinni. Bu fasadning qismi 100% krashinni. Eng oxirgi modellardan bittasi mana bunday ajoyib mana tumbalar pastga tushadi, svitinlilari bilan. Bosh tomonlari, svitinlilar yonadi tokkalasa. Bosh tomonlari tosh oynani ko'rsatib qo'yaman, mana bemalol o'chirib yoqib sensorli ishlatsangiz bo'ladi. Juda chiroyli ishlangan, spalnini bosh tomonlari Teddy materiallardan ishlangan, juda ajoyib, juda chiroyli. Juda chiroyli. Ular narx-navoga keladigan bo'lsa 8,5 sotilgan. Hozirgi kunda 7,5 million so'm. 7,5 ga ketdi. Do'stlar, ko'rinishini qarang. Yonida mana buni qo'yib qo'ysangiz juda ham chiroyli ko'rinish beradi. Xo'p, mana bu haytekimizga e'tibor qiling. Kamoldan keling bunga ham yaxshi skidka beraman. Bundan endi bitta qo'l ochig'i, oxiri endi bundan chiqarmaymiz. Endi vaqti zo'r sotdi, juda chiroyli ishlangan, hech qanaqa aybi yo'q. Juda ham chiroyli ishlangan. Bunga plus yana bitta obunachilarimizga mana shu Chesterni podarka. Ana, sovg'asi. Do'stlar, Chesterni qarang. Hammasi 6 ta narsa-ku, endi bunda 7 ta narsasi bo'ladi. Chesterni podarka, mana bunday ajoyib spalnisi, shunday o'tsiz trimosi, sensorli, juda ajoyib ishlangan trimolar ham bor. Bu ham Teddy do'stlar. Teddy materiallardan juda ham chiroyli ishlangan. Qani bu anosini ko'raylikchi. Ha, mana.
vaqt kelganda Sensorli. bularni Kamoliddin 8,5 million sotganmiz. Oxiri 1 million skidka bilan 7,5 million xuddi shunday boya aytilganda Kamodi podarkasi. Gap yo'q. Bosib uradigan joy do'stlar oxiri qolganligi sababli. Bunaqasi boshqa bo'lmaydi. Mana bu spanliga nima deyapti? Mana bu yoqda soatlarni ham ko'rsatib turar ekan. Mana yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Ranglari ham o'zgarar ekan. Ikki rangda yonadi. Budilnik, soat mexanizmidagi svetillaymiz. Bu boya aytdim sizga video davomida 0770 deb nom berganmiz bu modelimizga. Haqiqatan chiroyli model. Juda ham chiroyli ishlangan MDF 3 xonali eshiklar, dauchik mexanizm, polni bular tomonlarida bunday qog'oz degan narsa yo'q. Rossiyskiy MDFlardan ishlangan, juda ajoyib ishlangan. MDF do'stlar ikki xil bo'lgan ekan. Ishlangan. Mana bunday ajoyib spanlisi. Shunday o'tsangiz, mana bunday ajoyib sensorli trimolarimiz. Trimolar ham juda chiroyli ishlangan. Juda ham chiroyli. Model 0770. Shkafiga ham e'tibor qiling, qanday chiroyli shkaflar ham ko'p joylarga borsangiz 240 shunday bular 260 shifonyerlar ham katta ishlangan. Xullas, endi ko'ryapsiz, videom sal qisqaroq qilmasa, hali mebellarimiz juda ko'p. Haqiqatan do'stlar, voydo. Agar sizlarga savol javoblaring bo'lsa, Kamoliddin pastda nomerlar qoldiradilar. Bemalol telefonga chiqib, aloqaga chiqib, nima savol javoblaring bo'lsa javob beramiz. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, 8 million oxiri sotganmiz. 500 ming bunga ham skidka 7,5 million. 7,5. Bu oxiri yo'q. Chiqarib beraveramiz. Va bu yo'q, pachka, upakovka bu endi qo'ygan yangi modelimiz. Yangi model do'stlar. Chiroyli model, 7,5 million. To'g'ri, buni buxgalterimizdan chiqishib 8,5 qo'yiladi deyishdi. Arziydi. Sababi laminat olishsalar ham hozir ko'ryapsizki 7 million, 7,5 million deb turibdi. Undan ko'ra MDF mana bunday ajoyib chiroyli model. 7,5 million 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib berish xizmatlari. Do'stlar, ana shu narx shkolat bemalol o'ylanmasdan bosadigan joylarni ko'rsatyapti. Spanni ham o'ylang, qarang qanday ajoyib chiroyli. Keyingisi. Juda ham chiroyli ishlangan. Spanni boshlari baland ishlangan, yangi materiallardan ishlangan. Bunga biza korishneviga mana bunaqa chiroyli rozoviyni kombinatsiya qilib ishladik. Rozoviymi bu? Rozoviy. Fioletoviymi, qanday deydi? Menimcha rozoviy pushtiga ko'proq tortadi. Rozoviy sal ko'prog'i juda ham chiroyli ishlangan. Xuddi shunday bunda ham komod podarkasi. Komod ham kattagina ekan do'stlar. Juda chiroyli ishlangan. Trimolar ham sensorli bo'ladi. Trimosi tashqarida turib shunday ko'rsatsangiz ham bo'ladi tomonda. Xo'p, svetilniklari, bu yoqda sensorli trimolarimiz, ajoyibligini qarang. Juda chiroyli ishlangan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin buni 10 milliongacha sotdik. Trimosi bilan. 1 million skidka 9 million qilib beraman. Mana endi o'zizga keldi. 9 million qilib beraman. 9 million qilib beraman. Agar yana bir nima qo'shib olishsa, yana 500 o'tib beraman. Yana o'tasiz. Yana o'taman. Gap yo'q. Do'stlar, xullas, bosadigan joyi. Yana bir nima deganimda, stenka yo'q, stol, uголок. Yana 500 ming avtomatik o'taman. Gap yo'q. Shkolat va shu mebellar suv tekin narxda desam adashmagan bo'laman. Bunaqalar 12, 11 kamida sotilgan mana Jamshid akamizda arzon. Xo'p, keyingisi akril materialimiz. Akril. Baqlajon akril. Bu 6 xonali Kamoliddin. Bu ishili variant, hozir video davomida qaymoq rangi ham bor, kupeyni varianti ham bor, uni ko'rsatib o'tamiz. Tepalari mazaq tutasiz. Svetilnilar 3 ta xona alohida, mana bular nasoschalik va yana 3 ta xona pastida veshilkalar, kiyim taxlaydigan xona, eshiklar, dauchik mexanizm o'zi yopiladi. Va mana bunday ajoyib xonalari. Juda chiroyli ishlangan. Akril material, spannerlar, Malibu, tumbalari ham bor. Xullas, komplektda Spanner aka, men buni qo'yib qo'yib ustiga bu bilan qo'shib so'ramasin endi. Yo'q, buni shunday qo'yganmiz, buni bir ukamiz olib kelgan. Shuni so'rab qo'yganlarga shuni ham bir reklama qilib bering deyishdi. Adashmasam 700 ming so'mga deyishdi. Bu narsa endi plajlarga borganda olar ekan. Nadumnoy kerak. Bular parallel machalka bo'ladi. O'ziniki Malibu spannerlari bilan 6 million 800 qo'ygandim Kamoliddin oxiri. 500 mingga ham skidka beraman. Yana skidka. 6 million 300 ming e'tibor qiling, akril material. Bu anaqa material, chista zavodskoy tayyor kelgan xomashyomiz. Gap yo'q. 6 million 300 ming so'm. Tepalariga do'stlar bemalol chamadonlar solib, boyagi uzoq vaqtda bir oladigan narsalar tepaga tashab qo'ysak turaveradi. Xo'p, 10 taligimiz Kamoliddin, 10 talik hali ham trendda, sotilishiga gap bo'lishi mumkin emas. Raqobat kuchaygan sari narxlarni tushiryapmiz. Gap yo'q. 10 talikni mana bu yerda Trimosi, spalnisi, parallel machalka, tumbalar, alohida oynasi yana o'zingiz ko'rasiz va yana oyoq uchlarga sofalar, juda chiroyli, hamma narsasi bor. Oyoq kiyim postavka, chester. Xullas, bitta xonadonni to'la to'kis to'ldiradi. 10 talik, 10 million, 9 million, 8 million.
oxirgi marta qo'yganda 8 million qo'ygan adashmasam. Yana 500 ming skidka 7,5 million. 7,5 million. 7,5 million. Gap yo'q. 10 talik 10 milliondan sotilgan mana 7,5 milliondan. Endi oldin olgan odamlar nima deydi endi? Endi avvalambor nasib, men ham mashinamni olgan paytim 19% olganman. 2 oy o'tgandan keyin rasrochka ochilib ketdi o'sha mashinalarga. Foizsiz. Nasibda xuddi shunday. Xullas, nasib qilsa Allohim beradi har doim. Endi qolgani o'zlaringizdan. Bu yog'i mana dalshi ketamiz, variantlar juda ham ko'p, uголокlar har xildan, bu yerda stenkalar bor ekan. Jamshid aka, kupeyni variant. Kupeyni variant. Buni ham boya 6 ishini ko'rsatib o'tdim. 500 ming skidka bilan 5 million 300 ming so'm komplekt. Gap yo'q. Yangi modellar juda ham ko'p ekan. Mana keyingisini ko'rsating Jamshid aka. Kecha shuni Samarqandga terdik, qaymoq rangini, to'g'risi menga ko'proq bu rang yoqdi. Qandaydir juda ajoyib ishlangan. Yangi, juda ham yangi model, seri rangchasi juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda rossiyskiy laminatni MDFni kombinatsiya qilib ishlaganmiz. O'yinlari ham katta, chiroyli, akkuratni, skромный, bunaqa bijir emas. Shkaflar katta-katta ishlangan, tur xonali kamolda. Tur xona. High-tech. Juda chiroyli. Qizlarga masalan talashmasdan bitta xona kiyim taxlaydigan xonalari. Men mana uni yo'q deb o'ylabman bu oyna. Zorodoni yaqinda uncha bilinmay qolishi. Voy, yonida ham do'stlar. Bu ishiga, bu qo'shilgan ekan. Ishlar davchik mexanizm. Men o'yladim nimaga shkaf kichkina deb. Ayo shkaf katta buni. Katta ekan do'stlar. Bu tur xonalik ham bo'ldi. Xuddi shunday shu narsa bu tomonda ham bor. Ham kiyim taxlaydigan xona. Qizlarga alohida, bolalarga alohida. Tiqilib qolmaydi, bitta xona emas bu. Xullas mana Jamshid aka gapingizni bo'ldim. Xotiningiz naryoqda o'zini ko'rib, bu yoqda o'zi bir joyga tiqilib qolmaysiz. Tosh o'ynasam alohida. Mana bunday ajoyib spanli bosh tomonlar hozir eng zo'r ketadigan mana teddy materialga o'tib yumshoqqina do'stlar. Bu aytganingizda ana yumshoqqina bosgan saringiz bossiz keladi. Yumshoqqina juda yumshoqqina qilingan. Ajoyib tumbalari, mana bunday ajoyib trimosiga o'zining rangidan bitta stulchasi, podarkasi ichida narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin narxlari yangi model ha bu? Yangi model 7,5-8 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ga mana ketdi. 6 million 800 ming so'm. Albatta, like esdan chiqmasin. Har bir narximiz, har bir aytilayotganimiz shu puliga stoyishi, даже o'zining narxidan ancha arzoniga berilyapti. Keyingisi. Yana Kamoliddin esingizda bo'lsa, yana qaytib aytib o'taman, 6 million 800 mingga bu mebelni olib turib, yana stenkalar olsa, stenkalarni hozir video davomida aytaman. Stenka masalan 3 milliondan boshlansa, o'sha 3 millionlik stenkaga qo'shib olishgan uchun yana 500 ming skidka avtomatik skidka. Bu o'sha narxda turadi, keyingisiga yana 500 skidka beraman. Gap yo'q. Agar uголок bilan qo'shib olsa, именно shunga yana 500 ming skidka beraman. O'xshi 1 million. 1 million skidka bo'ladi. Gap yo'q. Safiyani yashili. Samarqanddagi magazinimizda eng zo'r sotiladi. Zuvash chiroyli narsa, juda ham chiroyli ishlangan. Qaymoq rangi deysizmi, buni ham ranglardan ahamiyati yo'q. Ranglari ko'p buni. Aytaverasiz, qilib beramiz. Bu yangi modeli. Yo'q, yashil bu yangi emas, o'zimizning model bu ham. Oynasi unaqa emas-ku. Yo'q, buni faqat yashilni 2 xil rang qilganmiz. Bu to'qrog'i Samarqandda turgan magazinda sal ochrog'i. Xuddi o'sha model. Narxlari keling 7 million 800 edi. Hozirgi kunda 500 ming skidka bilan 7 million 300 ming so'm. Shkafi do'stlar juda katta ekan. Juda chiroyli ishlangan, ranglarni svetsinliklar hali qo'yilmagan, ulgurmadik. Bunda ikki tomonda ham svetsinliklar bor. Bellarga svetsinliklar joylashtiriladi. 8,5 joy kelsa sotamiz, tushunarlimi? Odamga kelib qolsa. Atak 7 million 300 ming 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib berish xizmatlari ichida. Mana bu trimosi, Kamoliddin trimosini olib qo'yasizlar. Mana bu trimos juda ham ajoyib ishlangan, juda ham chiroyli ishlangan. Kattagina ekan. Bemalol mana o'zingiz ko'rasiz, engashib qolmaysiz. Katta. Yangi high-tech 6 ishi. Bu soatchalik mexanizmda qo'yilgan, svetsinliklar xuddi shunday bu ham. Juda ham chiroyli ishlangan. Kostyumasin hozir ham yangi high-tech Kamoliddin qara 2 xil svetda yonib o'chadi, ranglari 2 xil bo'ladi va soatchalik mexanizmida. Soatchalik. Hozirgi kunda eng trendda, eng zo'r sotilayotgan mebellarimizdan bittasi. Narxlarini eshitsangiz, o'zingiz ham hayron qolasiz. Ranglari ham do'stlar kombinatsiya qilib zo'r ishlangan. Bagati ishlangan ekan do'stlar, bagati, ya'ni 5 yulduzli mehmonxonalarda endi chiqqanmiz-ku yo'q bu yoqlarga. Mana shunaqa ranglar aralashtiriladi mebellar. Chiroyli rang, bu azaldan o'zi skromniy, juda solidniy rang hisoblanadi. Eshiklarida shu turishi 1 metrli ruchkalar, temirli ruchkalar, unaqa plastmassa emas. Eshiklari davchik mexanizm, mana bunday ajoyib shim taxlayotganlari ichida bular. Voy, ichida mana shim taxlayotganlar. Mana shu kerak narsa ekan, bor-ku. Juda kerak narsa bu. Men shaxsan o'zim taxlab qo'yadi-da, xotin shunday utuklaydi-da,
boya veshelkaga osadi, mana shu yerdan shunday g'ijim bo'lib qoladi. Ha, veshelkada bor Sizada. sanada shunday. Bunda juda udobli, Bu juda yaxshi qulay, narsa. yaxshi narsa. Rossiyskiy material 2 xil kombinatsionniy rangda ishlangan. Mana bu ajoyib trimosi, trimoga bitta stulchasi ham mavjud. Xullas, narxlarga keladigan bo'lsanglar, 6,5 million narx belgilagan biz, 6,5 million 700 ming skidka. Qancha? 6,5 million. Adashmayapsizmi jamishda? Yo'q, adashganim yo'q. 6,5 million aytdim sizga. Bu cho'ntak bo'lib mebel. Hozir 6,5 yana skidga qilyapsiz bunga? Hozir Oqdaryoga ortishyapti. Voy, ikki komplekt. jigarlar, men shokdaman. Endi sizlar bilmam. Men hozir kamida bir 10 million skidga qiladi deb turdim. Yo'q. 6,5 million keling 700 ming minus tashlaylik. 5 million 800 ming 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib beramiz. Nima deyapti do'stlar? Mana shunday komfort mebel, davchikli eshiklari bilan ochib ko'rsating bitta eshigini yana bir bor. Men yana ishonmayapman. Qattiq yopingchi. Ha, Hech taq nima. etmaydi, o'zi Yo'q, unaqa spokойно farq tortib yo'q. oladi. Mana bu ajoyib o'rtada qator polkalari. Mana kombinatsiya ishlangan juda o'ziga chiroyli chiqqanda, mana Haqiqatdan. qaymoq bilan bu juda xohlovchilarga rangini ham o'zgartiramiz. Atak Do'stlar- o'zini rangi juda chiroyli ishlangan. Jamshid aka javob beraman. Buni любой odam bitta ko'rganda kamida bir 10 million baho beradi. Men o'zim shunday deb turdim. 6,5 yana skidkada bosib yuboramiz do'stlar. Bunaqasi bilmadim yana qachon tug'iladi deydi-ku. 6,5 yana 700 ming skidka 5 million 800 ga tushdi. Mana qarang, 5 million 800 ga mana shunaqasini olsak bo'ladi. Gap yo'q. Keyingi mebelimizni butun O'zbekiston biladi. Shunday. Trenddagi Malibu fasoni. Bu endi katta bolalar oladi deymizmi yoki nima deymiz bunga? Nasib qilgan, avvalambor o'sha hamma mebelimiz hammasi bir xil. Sal endi fasonlarida farqi bor. Malibu do'stlar. haqiqatan chiroyli ishlangan, juda chiroyli ishlangan. Bagatti. Bagati haqiqatan ortopedik Yotganda ham qiyaroq ekan, suyani maza qilib xullas. bosh tomonni ho'lin tikkaroq, ho'lin yotqizib ham bolalar terib beraveradi. Ha, tikkaroq qilsam bo'ladi. Bo'ladi, обязательно bo'ladi. Mana bu ajoyib shkaflar svetilli 3 xona. Plus taylarda yana 3 ta tortma ichki kiyimlarga qilingan. 3 ta tortma ruchkalari qo'yilmabdi ekan. Ruchkalari ham qo'yiladi. Va mana bu ajoyib trimoda svetillilar bilan. Trimosi ham bunaqa 1 metr 1.20 emas, katta ishlangan trimolari. Tumbalari tortmali va narxlarga keladigan bo'lsanglar, bular qimmat, o'zi narxlar ko'tarilgan 9,5 10 9 million qilib beraman buni. 9 millionga. 9 million qilib beraman. 9,5 edi o'tgan videomizda, eslasangiz 500 ming skidga beraman, 9 million buni qilib beraman Malibu. 9 millionga do'stlar artevskiy matraslar bilan shu eng trenddagi Malibu bosib yuboramiz. Keyingisi 3 ta 8 deb nom berdik. Hamma vaqt faqat trimolarga qo'yilardi sensor, hozir tumbalarga ham qo'ydik. Tumbalarga e'tibor bu yoqqa bering. qo'yilar ekan. Tumbalarga qo'ydik, sensorli, juda ham chiroyli ishlangan. Qanday desam ekan, mana bular ham xuddi shunday teddy materiallardan panda fasondan olingan bu. Shkaflari ham ruchkalargacha mana bular MDF dan ishlangan. Bu ham xuddi shunday davchik mexanizm. Juda ham chiroyli ishlangan. Qaymoq rangga deli mana bunday jemchukran fasadniy qismlar polni krashinni o'rtalarida mana bunday ajoyib qator polkalari eshiklar qo'yayotganda vakuumda. Plus adashmasam seyflari ham bor mana bunday. Tepada do'stlar seyflar joylashgan. Seyflari bor, eshiklar davchik trimoga qarang, bir o'zingiz baho bering, trimo takvin. Обычный juda ham chiroyli ishlangan. Gap yo'q. Hammasidan bir xil narsa emasda. Trimolar ham zo'r ishlangan. Bizning mebellar fantaziyasi shu kuchli-da. O'zgartirib tashlayveradi. Bir nima yangiliklar qiladi. Do'stlar juda ham chiroyli, juda ham bag'at ishlangan. Mana ichidagi narsalar mana tashqaridan ko'rinib turar ekan. Svetilnik ham qo'ysa, ash chiroyli bo'lsa kerak ichidan. Ichlarida ham qarang, bu ochganingizda ham materialchaliklar qilib qoplaganmiz ichlariga. Yumshoq materiallarda. Juda chiroyli chiqqan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin, buni oxiri 8,5 million narxlaganmiz. 8,5 million narxlaganmiz. Keling, bunga ham 700 ming skidka beraman. Gap yo'q. 700 ming skidka, faqat bo'yi bitta shartimiz, iltimosimiz, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Videoni tarqatib qo'yinglar uylanmagan do'stlaringizga. 700 ming skidka bilan 7 million 800 ming 150 kilometrgacha olib borib o'rnatib berishlari ichida. Gap yo'q. Navbatdagi mebelimiz ham juda katta ekan do'stlar. Kupeni variant, tepalari o'zim ko'rsatib yuborayin. Shunday qilasiz, ketdi, o'zi tortib oladi, chemodanlarni tashib qo'yamiz. Shunday 6 xonali bu ham, boya aytgandek ham bo'ldi, boya Malibuni, bu boya aytgan koreyskiy. Eshik surilib ochiladiganlik varianti, akril materialdan ishlangan. Mana bunday ajoyib trimosi, bunga spalnisiga o'zgartirish kiritdik, mana teddy materiallardan ishladikda, boshqacha qilib svitsinlar qo'ydik. Juda ham chiroyli ishlangan.
Xullas, narxlarga keladigan bo'lsanglar, bunga ham keyin bir chotki aksiya qilib beraman. Qani. Buni o'zi narxini akrilik juda ko'p rasxodi katta, 7,5 million o'zi sotishimiz kerak. Keyin shunga bu oxirisi emas, bundan bor, tamom, hayron bo'lmanglar. 1 million skidka, 6,5 million. 6,5 millionga ketdi. 6,5 million akril material. Gap yo'q. Do'stlar, mana Spanli bosh tomonni qarang. Xullas, bu yil Jamshid aka aniq hamma boyagi uylanaman deganlar hammasi sizdan kelib olib ketadi. Siz uylaninglar faqat. Bosingizlar deydi. Ikkinchisini bo'lsa ham bosib yuboringizlar. Ertaroq shu mebelni sotish kerak, qutulish kerak. Tamom. Keyingi mebelimizni bilganlar bo'lsa bitta kommentda qoldiramiz. Menimcha bilmayotgan odamni o'zi yo'q. Hamma biladi-yu, ha? Hamma biladi, 100 modelimiz. Aha. Juda ham chiroyli ishlangan, shifonyerining o'zi 3 metrdan ziyodroq, 3.5, 3.10 lar chiqadi. Ana bunday ajoyib spalnisi, oldingiz ham tremolar ham katta ishlangan, MDF materialdan ishlangan. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, oxirgi marta 9 million qo'ygandik. 9 million. Bunga skidka berish juda qiyin, sababi o'zi 9 million oxiri. Keling shunga ham mayli ko'ngil uchun Qani? 200 ming kam berilsin, 8 million 800 ming so'm. 8 million 800 ga mana bu ham skidkadan chetda qolmadi, bunga ham skidka berildi. Gap yo'q. Xo'p, jigarlar, mana shu mebelga 10 dan 1 gacha baho beramiz. Ko'rinishi pulini ham shu orada solishtirasiz, nechta pulga arziydi. Jamshid aka, yangi model. Yangi model juda ham chiroyli, ranglari ham o'zgacha qarang. Solidniy ranglardan ishlangan, xuddi bu aytgandek qirilmaydigan, chizilmaydigan materiallardan. To'rxona, gibrid. Ham eshiklari dauchik mexanizm, bu qator kiyim taxlaydigan xonasi. Ikkita qizlarimiz, bolalarimizga va plus yana alohida qizlarimizga, bolalarimizga kiyim iladigan, kiyim o'zadigan va mana shim taxlaydiganlari hali qo'yilmabdi o'zi. Va bu sevshalar ham mavjud. Xullas, to'rxona shkafda o'zi 260 kattaligi, plus mana bunday ajoyib spalni tumbalari ham o'zgacha avvalgiga nisbatan kattaroq qilib ishlaganmiz. Tepada qo'yilgan ekan do'stlar. Tumbalari ham juda chiroyli ishlangan va tremosdan naryoqda qolib ketibdi. Tremosini ham bir ko'rsatib o'ting. Juda ham chiroyli ishlangan. Narxlarga keladigan bo'lsanglar, 7,5 million narx belgilaganmiz Kamolda. 7,5 million narx belgilaganmiz. Keling buni narxini tushiramiz. Qani? Sizga 7,5 million bo'ladigan bo'lsa, 1 million skidka. 1 million skidka. 1 million skidka 6,5 million. 6,5. Ana endi o'zingizga keldingiz. Haqiqiy Jamshid akani nomini oqladingiz. Fikrimni bildiradigan bo'lsam, mebel juda ham bagati ishlangan. Bitta ko'rishda mana shunday mebellarning ichida tashlanib turibdi-da. Shunday haqiqatan ajralib bagati bu tilla ranglar bilan. Shunday. Gap yo'q, bosvoradigan joyi, lekin skromniy, boyagi nima deydi, seryozni ranglarni yoqtiradiganlarga tavsiya qilamiz. Shunday. Sizlar endi buni yarki, svetli rangni yoqtiradigan akukalar uchun marhamat, bulardan ham olib kelib qo'yilgan. Mana bunaqa oynalari katta qilib, gulli qilib ishlangan Zuhra modelimiz. Voh, bilar ekansiz-da. Bilasiz. Siz o'zi yaqinda mebel chiqib taylaymiz, xudo xolasa. Umuman qiynalmaysiz. Prosta vaqt yetmayapti menga. Sizda tayyor savdoni qiladigan odam. Potom shu mebellarning narxlarigacha ham bilasiz, nomlarigacha bilasiz. Shunday. To'g'ri aytdilar, Kamoliddin. Zuhra modelimiz haqiqatan chiroyli model. Yarki ranglaridan muammo yo'q. Ranglarni o'zgartirib ham beraveramiz. Shkaflar 260 MDF materialdan ishlangan 3 xonali, bitta joydan bunaqa fasadning qismlarida qog'oz degan narsani o'zi yo'q. Juda ajoyib ishlangan va mana bunday ajoyib spalnilarimiz paralon machalkadan ishlangan va ajoyib trimo. Narxlarga keladigan bo'lsak, 6,5 million, 6 million 300 oxiri sotganmiz. Hozirgi kunda gapi shu shapkani olib tashlaylik. 300 ming deb hisobga to'g'ri qilib qo'yamiz, 6 million so'm. 6 millionga 6 million so'm. Gap yo'q. Chiroyli qilib olib borib o'rnatib berish xizmatlarimiz 150 kilometrgacha. Dastavkasi ham tekin 150 kilometr. Albatta. Do'stlar, har doimgidek o'sha vibrlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p. Bu yoqda stenkalar har xil. Narxlarga qisqacha to'xtalamiz. Stenkalarga navbat kelib qolgan bo'ldi. O'zi vaqtimiz chegaralangan, o'zi 30 daqiqadan o'tib ketdi. Mana bunday ajoyib stenkamiz 3 million so'm. 3 million so'm. 3 million. Yana hozirgi aytilgan narxlarning ichida eslaringda qolsin obunachilarimiz, yotoqxona o'zim nollarimi hozirgi aytgan narxlarni 500 yana olib tashlaveradi. Yana 500 o'tasiz. Yotoqxona oldingiz 3 millionmi? Yotoqxona o'zim nolingizmi 2,5 million. 2,5 millionga. Voy dod. 4 million so'm. Aha. Keling 3 million 800 ming so'm. Yotoqxona o'zim noling 3 million 200 ga qilib beraman. Ana bo'lmasam. 3 million 200 adashma. Vashi dahshat. Bunaqasi faqat Jamshid akada.
Troyka shu turishi masalan deylik 5 million so'm. 5 million. Yotoqxonani o'zimni oling, bunga ham 500 skitka. 4,5 millionga high-tech Troyka qarang. Gap yo'q. Do'stlar, bunaqa mebel kamida boshqa joylar 6-7 million sotib yo'qdi. Bizda 5 million, yana 500 ming skitkasi ham bor. Keyingi modelimiz juda ham ajoyib, high-tech fason. High-tech juda ham chiroyli ishlangan. O'tgan videomizda 7,5 million narxlaganmiz. 1 million skitka 6,5 million. 6,5 millionga. Yana mebel olishsin, yana 500 bo'yab Yana 500. o'taman, gap yo'q. 6 millionga ketadi. Ketadi. Hozirchalik 6,5 million so'm. Gap yo'q. Troyka modelimiz juda ham katta ishlangan, bahaybat, sakrab sizdan bo'yingiz yetmaydi unga. Juda katta ekan. Katta ishlangan. Jimjimador, xullas, pastlari, sapokli, etikli, hamma narsasi bor. Ustunlargacha MDF. Ustunlargacha MDF. Shu turishi o'zi 6 million belgilaganmiz. 5 million 800 mingga o'zini qilib beraman. Boya aytgandek, mebel yana qo'shib olsa 500 ming bunga ham o'tib beraman. Gap yo'q. Endi uylanadigan akukalarimiz baribir komplekt qilib olishadi. Bir yo'la mana skitkada stenkani ham bosib o'rsak bo'lar ekan. Xo'p, xuddi u betdagini Jamshid aka menimcha tilla rangi Tilla rangi to'g'ri to'g'ri ham bo'ldi. Xuddi o'shaning tilla rangi. Buni 200 ming so'm qimmat nimaga? Unda oynasi tekis o'ynaydi, bunda gulli, o'zidan o'yilgan oyna. Farsetli qilingan. Farsetli qilib o'yilgan, shuni hisobiga farq qiladi. Ataga razmerlari sifatlab bir xil. 6 million so'm oxiri, boya aytganda yana bitta mebel olsangiz 500 ming bunga ham skitka 5 million 500. Gap yo'q. Finalimiz shu turishi 6,5 million 300 oxiri sotganmiz 5 million 800. 5 million 800. Har doimgidek yana ramkalari bilan mebel qo'shib olsa yana 500 ming. Yana 500 o'taman. Jamshid televizor qo'yamiz, bizga ramkasi kerak emas desa, bunga yana pul chiqarib tashlayman. Minimum 300 ming 400 ming yana bunga ham chiqadi. Gap yo'q. Ajoyib hamda Troykamiz. Malibu Troyka deb nom berganmiz. Bular 6,5 million so'm shu turishi. Boya aytgandek, bitta mebel qo'shib olishayotgan bo'lsa 500 ming bunga ham skitka beraman. Juda ham 6 million so'm oxiri qilib beraman. 6 million so'm. Misol uchun mana bu yoqda Malibu fasonimiz bor. Shunga qo'shib olsangiz, kombinatsiya qilib juda ham chiroyli chiqar. Ranglari bir-biriga tortar ekan. Ugoloklar ham har xildan bor. Qisqacha nech puldan nech pulgacha ugoloklar. Vaqtimiz endi yetmadi, Jamshid aka. Mayli, keyingi videoda qo'yib o'tamiz. Ugoloklarimiz 3,5 milliondan 5-6 million, 7 million, shoxonalar bor, 8 million, 9 million har xil. Har xil variantlarni video davomida ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Videomiz davom bor. Keyingi videolarimizni albatta kutib qoling.